Xorazmliklar gazı beramiz. Bize allaqachon bir uje 2000 rakamdan ziyod egasini topdi. Bu degani xudo xolasa uzoq bir hafta ham bormaydi. Chiroyli final qilib 145 insonni yana xursand qilamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Meni quvonchimga qarang. Bu insonlarning quvonchiga qarang. Qayerdan keldik aka? Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryo. Ismingiz kim? Kamoliddin. Kamoliddin aka. Bulan tanishtiring endi. Bu kishi otam bilanlar. Dadangiz ismlari kim? Qo'ldosh buva. Keling, Qo'ldosh buva aylanib keting. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Jahongir, xursandman, og'ayinim xursandman. Sharofiddin. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Katta o'g'lim. Katta o'g'lingizmi? Sirojiddin. Mashina buniki bo'ladi demak, ha? Inshaalloh. Jonlari sog' bo'lsin, xush kelibsiz. Bu og'amiz u yandan havas qilib turibsiz. Havas qilib turibdi. Bizlarimiz hozir mahsulot xarid qilish uchun keldi, azizlar. Va nihoyat biz kutgan on keldi. Mana bizni oliy sovrinimizni Qashqadaryoga chiqdik. Qashqadaryoga endi bizda bir ikkita Damas chiqqan, Surxondaryoga chiqqan, lekin hali oliy sovrin chiqmadi. Birinchi chiqishi o'zingiz qatnashdingiz. Qayerdan qatnashdingiz? Qanday bo'ldi? Sizni topib olmay sarson bo'ldik biza. Gayini planshetidan olib, Instagramingizdagi mashinaning nomerini topib, telefon qildik. Qanday bo'ldi? To'g'ri, men Turkiya davlatida ishga borgandim. Aha. Shu yerda shu Jaqi show o'yinida bir 3 yildan beri qatnashardim. Aha. Lekin 3 yildan beri 5-marta bilet olishim. 3 yil hisobiga. Ha, 5 marta oldingiz, 5-chida chiqdi. 5-chida chiqdi. Hisob. Shu qizim orqali tashlattirdim, oldim. Aha. Xudoga shukr chiqdi, lekin men bu narsaga YouTube'ga erishgunga qadar menga 97 marta telefon kelgan ekan. Taravih namozi. Ha, bizdan bolalar urildi. Aha. Keyin Turkiyaga e'lon qildik. O'rtoqlar, mana shu nomeri Turkiyada kim yurgan bo'lsa, chunki 8-10 kishi chiqdi menga. Chunki bizni Turkiyada ham, Indiyada ham, Dubayda ham, Kanadada ham, Amerikada ham hamma joydan kuzatib boradilar. Mana bu o'yinimizga qiziqadi, chunki bizda hech kim yutqizmaydi. Qarang, mana qo'shnilarnikini ham oldingiz, to'g'rimi? Qo'shnilarnikini. Qo'shnilar Qashqadaryodagilar mana shunday 1 oydan keyin kelasizmi, 2 oyda kelasizmi? Mahsulotingiz sizni kutib turadi azizlar. 220 ming so'm evaziga mana shu og'aynim bitta olgansiz, ha? Bitta bilet oldim. Mana 7 xil mahsulotdan 4 tasini, liboy o'zingizga yoqqan 4 tasini xarid qilasiz. Mana bu bilan 5 tasini 220 ming so'm evaziga xarid qilasiz. Xarid qilganingiz uchun bitta raqam qo'shib beramiz. Mana shunday yutuqlarga ega bo'lishingiz mumkin. 145 ta yutuq. Og'aynim, buning yonida 4 ta paket damosi bor, keyin qolgan mayish texnikalar, xolodilniklar ko'rdingizmi? Bunaqa o'yin boshqa joyda bormi? Yo'q boshqa joyda. Faqat Chistaliuk va Elita firmasining aksiyasi Jaqushovda bor bunaqasi aka. Chiroyli bitta qarsak chalamiz azizlar. Dadasini topshiramiz. Otangizga beramiz, ha? Niyatim butun O'zbekiston xalqiga omad tilayman. Mana shu Jaqu o'yinini umrbod yaxshi uzoq davom etsin. Topganlari bularda ham yaxshi kunlarga ketsin. Shu Turkiya davlatida turib hozir bizda hamshaharlar, og'ayinlar o'shada birga turganlar. Furqat Umirov, keyin Ortiq, Jasurbek, G'ofir, Anvar, shu bir 10 kishilik yigitlar bilet olgan. Inshaalloh men niyat qilamanki, shular ham mana shunday YouTube mana shu yerga kelib o'yinlarda qatnashishni xohlab qolaman. Niyat qilib duo qilsang yetiradi. Bu insonni topa olmadik, lekin bu Allohga duo qilib, shoda taravih namozidan o'qib turibdi. Lekin buni 2 rakat o'qigan vaqtida, Allohga duo qilib namoz o'qigan vaqtida o'zi bir niyatini amalga oshirib mashinani berdi Xudoyim. Azizlar, gapni ochiqi hammasi Allohdan. Allohga niyat qiling, yaxshi niyat bilan bizdan mana shu mahsulotlarni xarid qiling. Aynan keyingi Jitower X90 Plus'ni egasi siz bo'lishingiz mumkin. Inshaalloh. Jonlaringiz omon bo'lsin. Qashqadaryoga dashing muborak bo'lsin azizlar. Choponlarni kiygizing bular. Kiygizing. Bir savol. Kutganmi dedingiz? Allohdan so'rab kutgandim. Niyat qilgan. Allohdan so'rab namoz o'qib turgan.